Fransiya prezidenti Emmanuel Macron yadroviy tiyib turish strategiyasi o'zgarganini e'lon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Fransiya yadroviy arsenalini ko'paytiradi, chunki oldinda yadro quroli davri turibdi. Geosiyosiy larzalar davri boshlandi. Dunyo bo'ylab mojarolar tobora kuchayib boryapti. Ularda yadro quroliga ega bo'lgan davlatlar ishtirok etadi. Ularning yadroviy bo'sag'adan o'tish xavfi ortib bormoqda. Ozod bo'lish uchun qo'rquv uyg'otishimiz kerak. Fransiyaga hujum qilishga jur'at etgan har bir kishi qanday tovon to'lashini bilishi kerak. Biz yadroviy tiyib turish strategiyamizni yangilayapmiz, dedi u. Biz ballistik raketalarni joylashtiradigan yangi suv osti kemasi qurishni boshlayapmiz. Biz yadroviy qallaqlar sonini ko'paytiramiz va bundan buyon arsenal hajmi haqida hisobot bermaymiz. Keyingi yarim asr yadro quroli davri bo'ladi, deb qo'shimcha qildi Fransiya rahbari.